Pinterestdan olgan o rasm formatdagi shablonimizni hop mana nimasini bo'yi bilan enini mana magnit bor-ku, unlock bir-biriga proporsional ravishda. Shuni bosib olsanglar, vitsini standartga olib kelganimizda hayitini ham shunga qarab moslab berar ekan. Birinchi qiladigan ishimiz nima ekan? Tepasida menyuni yasab olish ekan. Bizning asosiy ishchi maydonimiz frame bo'ladi. Xo'p, mana shu joygacha hop kattaroq qilib yasasak ham bo'laveradi. Vitsi 1440 olamiz. Endi keyingi asosiy maqsadimiz, e'tibor bergan bo'lsalar, ikkala chekkadan bir xil masofa uzoqlikda turibdi. Ko'rdinglarmi? Masofa bir xil. Hop, mana bunday olib kelib o'lchab olsalar ham bo'laveradi-yu. Biz maniki grid joylab olamiz, ustunlar. Mana yerda 3 ta teng 2 ga bo'lingan joyi bor. Layout guide'ni bosib turib ustunlar joylab olamiz. Bizga 4 ta ustun kerak. Chekkasida masofa odatda 170 bo'ladi. Bunda 150 shekilli. 150. Tizamli 30 kep ekan, 140 ekan. Yoki 135. Chekkasidan masofa marjin beramiz-ku. Bu 135 berdim. Tekstlar hammasi mana shunga qarab tekstlanadi. Orasidagi masofa, ya'ni padding degan bo'laradi. Ana kolumnlar orasidagi masofa 20 bo'ldi. Mana shu joy esinglarda qolsin. Ikkita chekkadagi masofa yo 170 dan past bo'ladi-da, 135 shunaqa bo'ladi. Buni yasab oldim. Yasab olganimdan keyin yoniga olib kelib turib, ana birga bir yasab ketsalar ham bo'laveradi. Alohida yasasalar ham bo'laveradi. Xo'p, bunga rang berib olay-a. Bunga nima bergan ekan-a? Xo'p, background berib olgan ekan. Shuni ichiga moslab yasab olib turib, alohida navlinkni o'zini ko'chirib olsak ham bo'laveradi. Endi mana ikkita chegaramizga yana bitta frame joylab olaman. Chegara berganinglardan keyin mana o'zi yetib kelganda to'xtatadi. 60 yoki 90 deydiga. 90 ham katta. Xo'p, bunga to'qroq rang berib turib, keyin prozrachnisini kamaytirib qo'ygan o'zi aslida. Chekkasiga bitta rang beraylik, keyin ajraladi. Fillni bosamizda mana pipetkani olib turib, mana uni sal to'qrog'ini berasizlarda, mana to'qroq rangni berib turib, buni foizini masalan 80% qilib qo'ysak, mana bu rangga o'xshab qoladi. Chekkasiga border 30 yoki 40. Hop, aylini mana frame'ni yasab oldik. Xolasinglar borib, mana o'lchab kelsanglar ham bo'laveradi. Atak bir xil olibmiz. Markazga joyladik. Touch wax debdi biz anaqa xolasanglar mana logotip biror narsa olib qo'yib yuborsanglar ham bo'laveradi. Любой bitta logotipni qo'yib yuboramiz, masalan. Koti nima Pinterestga aytaylik. Logo deylik. Birorta bunaqa kichikroq element qo'yib yuboramiz o'zimiz ana programmirованиемizga mos bo'lganini. Bu yerda qaysi ranglar? Mana sariq ranglardan foydalanibdi.
ham mana unga o'xshagan narsalarni qo'yib yuborsak bo'laveradi. Coding Pro. Mana u ham chiroyli ekan-a? Buni olamizda. Atak pastidagi tekst kerak emas. Kopировать kartinka qilamiz. Buni yasashga o'zi aslida ko'p vaqt ketadi. Mana u ham chiroyli ekan-a? Olaman. Monetga joylayman. Buni pastda yozuvini bunday qilib qirqib olib tashlayman. O'ng tugmani bosaman, pluginga kirib backgroundini olib tashlayman. Chunki buni background bilan bir xil turibdi. Backgroundlarni o'chirishlarni o'tgan dars ko'rganmiz. Ko'rib yetkazib olasizlar. Endi shiftni bosgan holatda kichraytiraman logomizni. Mana shu joyiga joylashtirib kattalashtirsam ham bo'ladi. Bo'ladi shunchalik. Bu yoni yozib yozayotganda xalaqit bermaslik uchun yaqinroq olib kelib qo'yapman. Endi tekst. Teachworks home about service Inter roboto yoki o'sha golsiklardan foydalangan bo'lishi mumkin. Bu rasm bo'lganligi uchun shriftini ko'ra olmaymiz. Tekstni bosib turib tekst yozamiz. Xo'p, xohlasanglar, mana shu isminglarni yozib qo'yinglar. O'zinglar uchun moslab ketinglar. Matga rasmda ham o'zinglar rasmiylar qo'yib yuborsanglar bo'ladi yoki o'zlaringga o'xshagan sun'iy intellektda yasagan rasmiylarni qo'yib yuborsanglar ham bo'laveradi. Shunda o'zingiz yasaganingiz bilinib turadi. Ma'lumot ham o'zingiz haqingizda bo'lsin. Tushundinglarmi? Xohlasanglar o'zbekcha qilib yasab ketinglar shuni. Tayyor sizlarga portfolio bo'ladi. Ma'lumotni shunga kiritib ketaverasiz. Masalan, endi meni kanalim, gruppalarim bo'lganligi uchun Vikode 01 deb yozib qo'yaman o'zim uchun. Mana katta harfdan foydalanibdi. Xo'p, 12 emas, masalan. Katta harfga o'zgartiraylikchi. Hammasi katta harfda i regular emas. Bold bo'ldi i color. Endi xohlasanglar mana u oranjiy rangda foydalanib ketishimiz mumkin. Atak lekin bu sariq rangda o'zi olgan ekan. Mana u sariq turgan rangni biz o'zgartirib qo'ysak bo'laversa kerak, vektor emas bu, turaversin. Mana u rangda olaveramiz, sariq rangda. Fill ga kirib, mana unisini olib, mana u rangni beramiz. Va enter ekan. Biz mana shu yerda foydalanayotgan bitta shrift olib ketishimiz kerak edi qolganiga ham. Mana shu shriftdan foydalanyapmiz qolgan gruppalar bilan. Central chiroyli shrift ekan. Yo bunisi, yo bunisi. Tekstlarni yozganda ham chiroyli chiqargan. O'lari to'liq aylanaga o'xshagan shrift. Bo'ldi, mana shu yetadi. Ikkalasini shift bilan belgilab turib tekislayman va hop shift ani bosib qo'ysam, bosmasam ham bo'laveradi. Mana chekkaga tekislab qo'ydim. Bu markazga tekisladi. Endi menyularni yozib chiqaman. Home bitta to'g'irlab qo'yay, shuni qolganiga keyin kopiya qilib olib ketaveraman. 28 emas, 16. Buni bosamiz, olib tashlaymiz. Bu keyin oxirida sariq qilib qo'yamiz. Ctrl bilan yaqinlashtirsak bo'laveradi. Nima deysiz? Ha, ozgina kichkinaga o'xshayapti. Lekin mayli, 18 ham qilib ko'raylik. Bundan katta bo'lib ketsa bo'lmaydi. Xo'p, home bo'ldi. Alt shunday bosib turib kopiya qilib ketaveramiz. Keyingisi
bolt qolib ketibdi. Boltini ham o'chirib qo'yaylik. Regular. Buni nimasi yo'q, ya'ni semi bolti yo'q. About. Yana mana shu aboutdan kopiya qilib ketaveramiz. Oralarni keyin to'g'rilab olaveramiz. Services, deymizda bir yo'lani pastga bosadiganini ham qo'yib ketaylik. Plugin, Iconify, arrow desak bo'ladi, next desak bo'ladi. Mana strelkali narsalar chiqarish uchun atak meta turib ekanamu. Mana shunday olib bosib boraverasizlar. Buni bunday qilib aylantirib qo'ysanglar, to'liq gradusini bilish uchun matga chiqsanglar -80, значит -90 ekan-a? Yo'q, to'liq burilgan yo'qda. Biz o'zimiz berdik-ku. Buni rangi oq. Manetga FFF deb yozib yuborsanglar ham bo'laveradi. Mana u F ekan o'zi. Endi mana tugmachasi bilan birga Ctrl G qilib qo'ysak, u yoqqa bu yoqqa ketib qolmaydi, shunda yonida turadi. Yaqinlashtirib qo'yamiz. Mana u bilan buni bosib turib tekizlab qo'ydik. Bo'ldi, jicha katta bo'lib qoldi. Sal kichraytiramiz buni. Maytdan bosib 12-24 bog'lanib turibdi ekan. Uni bitta, ikkita tushirsak, proporsional ravishda bu grup ichida servis bilan buni bunday qilsak o'ziga moslanib qoladi. Kecha pastga tushirib qo'yarkanmiz buni. Va yaqinlashtiramiz. Bo'ldi. Mana guruhning ichida turaveradi. Shunaqali narsa kerak bo'lib qolsa, shundan kopiya qilib olib ketaveramiz keyin. Bitta yasab olsak. Projects ekan-a? Projects. Keyingisi blok. Bu aboutdan qo'ya qolaylik. O'chirib o'tirganman. Blok. Yana bitta mashinadan kopiya. Pages. Shuni boshda auto layout qilib qo'ymagan ekan, mayli. Yaqinlashtirib qo'yamiz. Yana ozgina. Kontakt blokdan kopiya olaveramiz. Mana shu menyuni qilib olgan ozgina vaqt ketadi, qolgan joyi juda tez bajarilib ketadi. Kontakt. Ketdi, hammasini belgilayman. Bitta chiziqqa mana yerda sekin yaqinlashtirsanglar, mana bunaqa narsasi chiqadi, o'zi avtomatik orasini to'g'irlaydigan. Bitta bosib qo'ysak, orasidagi masofani bir xil qilib qo'yadi. Va mana shu menyuni markaz frame ichida turganda olish kerak. Bitta grup qilib turib markazga olib borsak ham bo'laveradi. Ctrl G qildimmi? Mana endi gruppa turibdi, frame ga nisbatan markazda joylashdi. Bu chekkada mana get started ni alohida qilib qo'yamiz endi. Kontakt bo'ldi. Matga mana kontaktdan bitta kopiya olaylik. Tashqariga get started. Deyman, qaranglar, tugma yasashdi. Boshqacha usullari ham bor. Sizlarga bir yil oson yo'lni o'rgatib ketaveraman. Mana belgilanib turibdi, get started. Shift A ni bitta bossanglar, bu manaqa frame ga aylanib qoladi avtomatik. Boshqa shaklga o'tadi. Mana bitta auto layout degan narsasi yonib qoladi. Mana bu yerda auto layout turibdi-ku. Dek turib bossanglar, mana remove degan narsasi chiqadi. Men masalan adashib bosib olgan bir xilgilar
Ctrl Shift A ni bosib tashlaydi, ichma ich qilib auto layout degani avtomatik tepadan pastdan ikki yonda mana shuni bitta obyekt sifatida oladi. Unga mana fill qilib turib rang berib yuborsak bo'ladi. Misol uchun mana shu желтый rang. Mana qaranglar, orqa foniga rang bersa bo'ladi. Tekst o'ziga rang berib bo'lmaydi. Ana nima PowerPoint'larda emas buni funksiyasi. Qachon Shift A ni bosib turib frame ga aylantirasiz, auto layout qilasiz, keyin rang bersa bo'ladi. Buni belgilangan holatda qaranglar. Mana ikki yondan masofa mana hop masalan 15 qilib qo'yaylik. Hop. Ozgina cho'zamiz. Buni 8 qilyapman. Tepadan pastdan masofa. Sal ingichkalashda shunda. Hop, mana shuni kattalashtiraylikchi. Bo'ldi buni. Bu agar yonida boshqa obyektlar bo'lsa, shularning orasidagi masofani o'zgartiradi. Border berib qo'ysam bo'ldi yana. Masalan, 12 yoki 18. Bizda mana pushtroq ko'rinayotgan sababi orqada mana ustunimiz bor-ku, shuni rangi ta'sir qilyapti. Vaqtinchaga o'chirib tursak, bunaqa holat bo'lmaydi. Mana logoyimizni gruppaga oldikmi, olmadikmi? Olmabmiz. Mana shuni ham bitta gruppaga olib qo'ysak, adashmaymiz. Buni ikkalasini belgilab, Ctrl G ni bosinglar, guruh qilib qo'yadi. Manetka logo deb yozib qo'ydim. Hop, mana ular bitta gruppa. Buni menu deb qo'yamiz. Keyin adashib ketmaymiz-da. Hop, menyuni chekirga ketib qopti mana u. Tashqariga chiqarib qo'yaylik, chunki chekkada bo'ladi-da. Get started. Frame to'r ekan. Tashqariga olib chiqib qo'yamiz. Menyuni yopdik. Chiqmadi baribir. Tagiga olib qo'ydim. Mana bu yerdan tartiblab ketamiz. Mana uni nomi Now Bar. Navbarning ichida menu bo'ldi, logo bo'ldi. Buni yopib turib, frame to'rni bunday qilib qo'ysak, ichiga joylashib qoladi. Buni pastroqqa tushirib qo'yamiz, ichiga ketib qolyapti. Mana. Frame to'rim get started. Nima bo'ldi hozir bu? Orqasiga o'tib qoldi. Tashqarisiga chiqib qolgan hisobiga orqasiga o'tib qoldi. Endi mana shu uchalasini bunday qilib belgilab turib, bitta tekstlikka tekstlab qo'ysam, markazga joylashdi. Ichidagi yozuvni to'g'rilab qo'yishimiz kerak yana. Oqmas, qora. Yana bitta bosib olamiz shekilli. Markazda emas bular. Bu. Mana. Navbar tayyor bo'ldi. Mana. Shu joygacha. Videoni ko'rib keyin davom ettirib olaverasizlar. Mana frame'imni olib turaman. Navbar HA bo'ladi. Bu razmerni aniqlab olish uchun alohida bitta frame. Buni oldim. Olib bo'lganimdan keyingi jarayonim. Bundan alt bilan kopiya olib yuborsanglar ham bo'laveradi keyingisiga. Mana o'chirib olaverasizlar ichidan. Navbar header emas, bu prosta slider header yoki header. Buni pastgacha olib tushaverasizlar. Mana bu joydan bu yergacha 700 qanchadir bo'ladi odatda. Masjidgacha ekan, 823 ekan.
mana rowlari bir xil keladi, shunda ustma-ust tushadi. Tak o'zgartirib olsak ham hech narsa qilmaydi. Endi qaranglar, buni teng 2 ga ajratib e'tibor bergan bo'lsalaring. Mana o'rtadan 2 ga bo'lib, bir tomoniga kompyuterda ham unchalik ko'rinmayapti. Monitorda yaxshi ko'rinyapti. Albatta, background bor ekan, qanaqadir yo. Rang. Ya, bir xil background ekan. Bunga prozrachniy rang berib qo'yibdi, buni o'zida qolibdi. Bitta odamni rasmini beribdi. Значит, shu IT ga mos bo'lgan, TechWorks ga mos bo'lgan bitta rasm olar ekanmiz Pinterestdan. Technology yozsak, qana rasmni chiqarib berar ekan. Endi shunga o'xshash. Qo'yganda naqasi blur effekt berib yuborgan orqasiga. To'g'rimi? Bo'lishi mumkin. Mana umikina, qaranglar. Mana bu gif ekan. Bitta qaytamiz. Imina birga bir bo'lish shart emas, undan ko'ra yaxshiroq rasmlarni qo'yib yuborsak ham bo'laveradi, to'g'rimi? Mana ham yaxshi ekan, a? Ham eniga ham enliroq ekan. Kopировать. Endi e'tibor beringlar, frame'ni o'ziga joylab yuboraman. Ctrl V bo'ldi. Shift bosgan holatda kattalashtirib, o'zimizga kerakli joyda olaveramiz. Katta qilib oldik hozir. Shift bilan kichraytiramiz. Ortiqcha joy qolib ketaversin. Iloji bo'lsa, mo teparoqqa chiqarib yuborsa yaxshi ekan, u yarimtalik joyini. Xo'p, 1440 bo'lsa, biz shuni yarmini yopishimiz uchun bitta xolasiga frame olsak ham bo'laveradi, buni ichiga yarimiga. Tekislashimiz ham oson bo'ladi. Frame olib ketaveraylik yarimini. Keyin uni markazga joylab qo'yamiz. 720 bo'ladi, 1440 deki 780 bo'ladi. 50 ga 20. 70 mi? 720 bo'ladi. To'g'ri bo'ldimi hozir o'zi? 1440 to'g'ri. Buni tepaga joylaymiz. Mana frame'imizni mana shu ustiga joylab, chekkaga. Bunga mana tepadagi menyuni rangidan berib turib, prozrachnisini kamaytirib qo'yamiz. Qaranglar. Hop, fill. Mana shu rang bo'lsa kerak endi. To'qroq rang berib turib, o'zi 80% yaxshi ekan. Shunaqa holatga olib kelib qo'yamiz. Mo rasmga effekt berib ko'raylikchi. Blur, noise berib ko'raylikchi. Yo'q, bunaqa narsa bermaylar. Effect blur uncha bilinmadi lekin. Ko'payib ketdi. Mana shunchalik bo'ladi o'zi, xiraligi. Bu yoqqa olib o'tsak. Mana. Bo'ldi, normal. Nima deysiz? Yo'q, biz boshqa odam qo'yamiz, tiniqroq odam qo'yamiz. Mana rasm tepasiga egallamay qolgan ekan. Endi bitta sizlar o'g'il bola rasmini qo'yib yuborasizlar. Profil foto deb yozsanglar,
demak ayol kishi bo'lganim uchun ko'proq qizlar rasm chiqarib beryapti. O'g'il bolani tanlasak, o'g'il bolalar rasmdan chiqarib beradi. Sepa mana bunaqa rasmlarni qo'yib yuboraveramiz, a? Seryozniyroq. Profil foto desanglar shunaqalar chiqarib beradi. Interesant, zo'r sayt. Temniyroq olsa yaxshi ekan, rangimiz temniy bo'lganligi uchun. O'zi mana shu birinchi tanlaganimiz yaxshi shekilli. Kopировать. Mana alohida joyga вставить. Rasmda o'zi turibdi, nimagadir ichiga joylab qo'ymanglar. Ozgina kattalashtirib, o'ng tugmani bosib, plugin remove run. Buni ishlatishni o'rgatib qo'yganman darsda. Krediting tugadi deyaptimi? Shunaqa dedimi? Remove. Obunalimi bu? Aplikani o'zgartirib yuboramiz. Shu bahona o'rgan olasizlar. Ishlar endi. Remember the website, dashboard, APK. Мне удалось открыть эту страницу. Почему? Он age ochib berolmaydi odatda. Browserda ekan, API ga o'tib get APK chiqib ketib qolibdi-da. Close APK, new APK, create APK, copy, Ctrl A, Ctrl V, save. Sinab ko'raylik-chi. Yo'q, bitta akkauntga bitta hisoblaydi ekan-a? Nima deysiz? Xo'p. New plugin, import. Last plugin, blog. Boshqa plugin ham bor. Bu bo'lmasa boshqasi. Background remover degani bor. Bu ham API so'rarmikin? Please, API token. API'sini olib kelaylik. Bu ham ocharmikan? Bular bo'lmas narsaga ham backgroundni o'chirmaslik kerak ekanda. Продолжить. Вот. Loading image. Plugin. Ishlaydi. Obuna so'raydi, bular ham baribir. Qaysi biri dedim, bir xil narsa ochib olganman.
o'rnatib oldik. O'rnasa balki ishlab ketar. Rab shunaqa deyapti-yu. bitta lavhani o'rnatishga Background remove. Bu narigisi. Chrome dedim. Birinchi IP'ga oidmi? Maqsad siz o'rnatish dedingizda birinchi IP'sini olish kerak. Sizga IP kerak. Manami? Ha. Shuni kopiya qildi. Ko'rib ko'raylikchi. Set deyapti ularning shekli. Ishladi shekli adashmasam. 3 tami 4 tani limitini tugatib bo'ldim-da o'zi. Background removerlar. Даже videolarda backgroundini o'chirib tashlaydiganlari bor-da. Lekin kredit rosa kam и pulli. Mana. O'chda backgroundni. Bo'ldi shu joygacha. Deb qo'ysak, ana. Sal yaqinlashtirib qo'ysak, ishonchliroq bo'ladi. Sal kattalashtirar ekanmiz. Ha, to'g'ri, shuni ichiga tushadi. Endi nimani title textni yozib qo'ysak bo'ldi. Mana background chotki nima qiladi lekin nimalar Photoshoplardan ko'ra jicha vaqtingiz ketadi-yu, boshlanishiga endi nechtadir kreditgacha bemalol tozalab beraveradi backgroundlarda. Ketdi mana yerda bitta qanaqadir welcome to Touchworks qanaqa ikonka ekan. Ochkimi? Shu durbinga o'xshayapti. Welcome to ni yozib turaylik. Welcome to Deco dedimizda endi. O'zini anaqasini yozganda bu ham bitta icon chaqiramiz. Look dsak chiqsa kerak adashmasam. Nimadirlar. Durbin nima degani endi? Tipa shunga o'xshash element qo'yib qo'ysak ham bo'laveradi. Интересныйroq chiqish uchun. Manami? Anaqa. Durbinga o'xshash. Endi lupa qo'yib yuborsak search bo'lib qoladi-da, shuning uchun durbinda nima deydi? Endi kuzatuv deganda ham umumiy o'zi chiqarib yuborish kerak edi-yu, ha? Chiqarmikin ha? Ha, B bilan ekan. Bino to'g'ri yozdim. Larsmi? S bilan bor ekan.
Bor ekan. Hop, mana unisi sal chiroyliroq ekan, tekstimizga mosroq. Ikkinchidagi tekstimiz eng o'xshaydi. Yumaloqroq tekstimiz. Voy, mana ikki tushibdi. Rangi mana bu rang. Ikkalasi gruppadosh. Mana razmeri aniq bo'lish uchun monetka olib kelib olsak ham bo'laveradi. Buni rangini ochartirar ekanmiz. Buni oq bo'lib turgan orqasiga kimlarga aytamiz? Bo'lishi mumkin. Oq. Menyularimiz to'qlashtirish kerak. Bizni rasmimiz ko'kroqligi ham oqligi ham. Aha. Ko'k, o'ta ko'ka. Bizniki ochiq to'g'ri sigiga ketgan ekanda rasm. Bo'lmasa mana bunday qilib olish kerak. Polni. Nari qolgan ko'k keyin bitta oq. Bunday qilamiz. Mana rectangle'imizdan bu frame berib olgan ekanmiz-da. Oqda och rang ekanda bu. Buni to'qlashtirish kerak buni. Endi cho'mliroq bo'ldi yana ham. Endi tekstlar ham ko'rinadi. Buni pastga olib o'tib qo'yishimiz kerak endi. Eng tayyor qilsak. Ketdi. Durguncha qa cho'zilib ketdi endi. Bizning razmeridan o'zgarib ketdi. Bu mashi chekkada bo'ladi. Keyingisi nima deysiz? Mana ustunlarmi? Kerak-da bular. Buni nabarot buni nabarot rangini sal to'qlashtirishimiz kerak. Bunaqa qilib qo'yish kerak. Rangni aniqlab bo'ldik-ku. Hop, nima yozamiz? Elevate edge presence with touch wax. Elevate degan so'z nima degani edi? Esdan chiqib qolibdi. Elevate.
kattalashtirib olsak, buni bold olsak bo'laveradi desam, yo'g'on bo'lib ketar ekan, mayli. Tech press with Biz 60 normal. Ustunimiz shunaqa ko'rsatyapti, xolos o'chirib qo'ysak, mana bilinadi. Katta ekan. Katta ekan. 48 yoki tekstni nazarda tutyapsizmi? Bo'ldi, oxirigacha yetmagan ekan o'zi. O'sha 48 normalniy o'zi. Mana uni shunday o'zini belgilab underline qilamiz, color yellow yoki bunisi. Endi bitta loremdan olamiz. Endi bunaqasi yo'q ekan. Ctrl bilan bosib olsanglar chiqadigani yo'q. Balki kiritishgandir u obnovleniyada. Bitta lorem olsak. Ctrl A. Bizda matn degan bitta nimamiz bor. Funksiyaga o'xshagan narsa. Tekstlangan, to'g'ri. Bo'laveradi, tekis bo'lib ketibdi. Ikkita button. Mana uni shunday kopiya qilib olib kelsak ham bo'laveradi, yasab o'tirmasdan. Alt bilan. Hop, meka bitta va yoniga yana bitta. Bittasi contact us now debdi, explore servisda o'zi 5 masa. Birinchisi contact now. Ozgina cho'zib qo'yamiz. Explore services. Buni kattalashtirib qo'yamiz ekan. Fillini olib tashlab stok berib qo'yamiz bunga. Katta bo'lib ketdi. Normalniy. Buni mana oldin stok berib olaylik, keyin fillini olib tashlaymiz. Oq rangda 1% stok i buni shunday o'chirib tashlaymiz. Ichida tekstni oqartirib qo'yamiz endi. White. Mana. Bo'ldi, endi qolgan joylari muammo emas. Bu yasab ketsanglar chiroyli bo'lib chiqaveradi. Mana ikkalasini sal tepaga ko'taramiz. Bitta chiziqda bo'lyapti. Juda yaqinlashib ketdi. Chepasiga tushinglar. Keyingisi o'sha raqamlar ekan. Bunga ham bitta frame olsak, uchta ekan. Bitta yasab olib kopiya qilib ketaveramiz. Eğer üstünde yoqqinglar kelmasa,
o'zi tekizlab olaveradi. Menimcha oqdi shu prozrachniy nimasi bu. Tepada yo'q bo'lsin. Tepada yana shunaqa borderli ko'cha bo'lsin. Stil nima? Uni saqlab qo'yish kerak, saqlamadingda uni. Bas. 30 ga katta ketar ekan. 13. Happy nima? Happy customerlar ekan bular. Happy customer. Birinchi raqam 2500 ta happy customerlar bor ekan. Plus minusi bilan. Happy customers. Bu ham nima bilan? Monetka saqlab qo'yganimizni olib ketsak bo'laveradi. Bunisi emas, bunisiga bosib, mayda title'larni belgilab ketamiz. Ranglarni, shriftlarni, mana shu siz aytmoqchi bo'lgan bir xil narsalarni chetga saqlab ketsa bo'ladi. Hop, biz mana uni olaveramiz. Tepadagi bilan bir xil bo'ladi shunda. Ikkalasi bitta chiziqda bo'lsin. Markazga chekkaga tekslashimiz kerak ekan bunisini. Mana bizni Century Gold'imiz biroz yuqoriroqda, ingichkasi o'ta light, bolti extra bolt. Endi boshqa shriftlarda maytdan regular alohida, light alohida, semi bolt alohida turgan bo'ladi. Shuni tanlab olsanglar bo'laveradi. Qolgani copy jicha kichraytirib qo'ysak yaxshi bo'lar ekan shuni. Bolt bo'lgandan keyin kattalashib ketdi. Mana bu ikkalasini tekst bilan belgilab, o'rtaga emas, chekkaga tekislashimiz kerak ekan. Hop, bu nima deysiz? Sentrda bo'lsa chiroyli turadi. Ha, nabrot sentrda bo'lsa chiroyli ekan, lekin sheriylari shunaqa ekanda. Mana qaranglar. Chekkaga tekislagan ekan. Maqsad nima bo'lgan? Bu yoqqa yozuvchilik ketsa, tekislanib turaveradi. Faqat bitta o'zi bo'lganda o'rtaga tekislasak bo'laveradi. Bitta o'zi bo'lsa o'rtaga tekislagan ma'qul. Xo'p, bo'ldi. Qolgani kopiya. Matga ism familiyalar yozib qo'yilgan. O'zi har bitta mana page'larimizni nomlab ketishimiz kerak. Mana bu. Hop, back deb qo'yaylik. Chunki matda juda yuzlab bo'lib ketadi elementlarimiz. Shunda chalkashib ketmaymiz. Ha deb bosib topmasdan shunaqa nomlab qo'ydik deb topib olaveramiz. Alt. Mana orasi temasi bunday yaqinlashtirsanglar, bunday sal yaqinlashtirsa bo'ladi. O'zi 20 normalda nimalarimiz bor-ku? Ustunlarimiz orasidagi masofa ham 20 o'zi. Iloji bo'lsa mana ikkalasining orasidagi masofani ham 20 qilib qo'ysak yaxshi. Nimagadir ko'rsatmayapman mana. 18 ekan. 20 qilib qo'ysak ko'zga ham chiroyli ko'rinadi. Mana shu ikkita elementlar orasidagi masofa. Bu border bo'lgan nima kattaroq bo'lgani uchun yaxshiroq bilingan. Ha, mashina
reading. Xo'p, mana yozuvlarni to'g'rilab qo'yaylik. Hech yo'q, raqamini to'g'rilab qo'yaylik. Yozib o'tiraversa ham 1200 ga 15 ekan, a? Hozir misol nari tomonga raqam xilab qo'ysa bo'ladi, rasm yozib inam. Aqdagi nom edi bu. Bu yoqqa nomini yozasiz. Maytda aytmoqchimisiz? Yo'q. Umumiy unaqada. Nari tomonga taxlab qo'ysa bo'ladi, shuncha qilgan. Rasmlarni tashlab qo'yib. Yo'q, a. 15 midi buni? Ha, ko'pi anaqa bo'lib qolgan. 1000. O'zimdan qo'shib yubordimmi? Ko'z tomirlattiramiz. Mana endi o'rtaga tekislaganda g'alati ko'rinish. Atak o'rtaga tekislasalar ham bo'laveradi. Endi mana uni bu yoqqa olib turib ikki olsak. Bo'ldi. Endi mana o'rtadagi tugma. Mana uni nazarda tutyapsizmi? Rasm xiradi. Buni yasab qo'ysak, birinchi headerimiz bitadi. Buni frame da yasasak ham bo'laveradi. Eng qulay narsa frame. Birlashayotganda uni pasti bunaqasi sal yuqoriroq ekan. Manetmi? Border bor ekan demoqchimisiz? Ha. O'shuncha alohida yasab olsak, orqadagi общий frame'ga qo'yayotganimizda shunaqa elementlar berish osonroq bo'ladi. Mana biz alohida yasadik shuni. Mana shuni pastga border bersak bo'ladi-da. Mana bunday bosib turib, mana past faqat shuni o'ziga, tepasiga emas. Masalan, 40 deylik. Bunisi ham 40. Tepada bu yo'qda. Keyin pastga bunday ulanib ketaveradi. Xuddi kitobga o'xshab ko'rinadi. Pastdagisini tagidan ikkinchi sloyni joylashtirib olaveramiz. Tugmani yasab tugatib qo'yaylik, bir yo'li. 5 minut vaqtimiz qolibdimi? Ha, ellipsda yasaymiz. Frame'ga 100% anaqa border berib turib yasab olsak ham bo'laveradi atak. Frame beraylik, o'rtasini markazga joylashtirayotganda ham osonroq bo'ladi. Blur effekt berganda chekkasiga. Xo'p, mana unga 100 da borsanglar, 100 dan oshiq son bersanglar, o'sha anaqa bo'lib ketadi. Aylana bo'lib qoladi. Ozgina shift bilan kichraytiramiz. Yana bitta alt bilan olib, markazga qo'yib, ichidagini mana unisini birlashtirib, atak stok berib qo'ysak ham bo'lar ekan bittasiga. Ikkita shart emas ekan. Osonroq yo'lda yasab. Buni yozamiz. Ketdi. Fill rangi, markazdagi rang. Shu rang olyapman axir. Stok beramiz. Bundan ko'ra temniyroq rang beramiz. Stok chekkasidagi chizig'imiz, mana bu rangni berib turib, mana shuni sal to'qrog'idan beramiz va mana uni kattalashib ketdi. 5 mi? Bu rasm xiraligi uchun shunaqa ko'ryapman. U yozuvlarda ham qaranglar, bilmayman. O'zi manaqa aniqroq shakl. Shuni ichiga bitta ana play'ni nimasini qo'yib qo'yamiz, ikonkasi. Mana. Bu nima bo'ldi? Markazda ko'raylik. Ketdi. Yur. Ana, bu tomonga
sal pastroqqa tushib, pastroqqa tushib. Mana qara, ro'pararoqdagi, pastdagi Ha. Salik ko'chasi. Battinlar to'g'risida ekan, ha? Xolasizlar ozgina blur effekt bersa bo'ladi, atak lekin bu Yaxshi turibdi. biz originalni chizyapmiz-ku. Shu joygacha. Mana. Uyda tugatib kelasizlar, keyingi darsga tekshirib belgilab olaman.